Pişmiş üzüm, asal üzüm, bal üzüm, canım sana yürekimde, sevgim var düzüm düzüm. Üzüm üzüm, pişmiş üzüm, asal üzüm, bal üzüm, canım sana yürekimde, sevgim var düzüm düzüm. Ağalara başını
gittikçe inanma. Benim kalı aldanasan, ben niçe yandım yanasan, şimdi dilersen de duyanma. Ben sana saldım kudana, kadam basayım ben bunana, çüreği gittikçe inanma.
gündüz tınay diye canlı canlı navası Malı bu maşıkka yeter lezzetine sadası Bu uluslu insanları bir kuşuna gerdası Cımbır cımbır deter yürekle cımbır deter Oynamin ilacım yok seneni kaldır eter Cımbır cımbır deter yürekle cımbır deter Oynamin ilacım yok seneni kaldır eter
Akam akaning xonadoniga bugungi to'ylar, yangi tushgan kelinlar qutlug' muboraklar bo'lsin deymiz. Kelin-kuyovlarimizni bugungi hayotlarining eng baxtli kunlari, baxtli to'ylari bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Baxtli bo'lingizlar yoshlar. Mana baxtliman degan insonlar doim sizlarning baxtingizga havas qilsin. Mana aziz kelin-kuyovlar, vaqti soati yetib to'y qildingiz, oila qurdingiz. Mana shu oila atalmish muqaddas dargohda bir umrga baxtli, saodatli hayot kechiring. Shirindan shakar farzandlar ko'ring. Shirindan shakar farzandlarning baxtli tomonini ko'rib yurish doim sizlarga nasib aylasin. Umringizning so'ngigacha g'amlar eshik qoqmasin. Qayg'u hasrat izlasa ham uyingizni topmasin. Astonangiz xatlab kirsin. Mehr ila muhabbat, omad ila baxt ham kirsin. Doim bo'ling salomat. Hurmatingiz bo'lsin tog'dek, ko'nglingiz sof bo'lsin qordek. Umringiz uzoq, qalbingiz esa tiniq bo'lsin buloqdek. Yana bir bor azizlar, Rahimovlarning xonadoniga bugungi to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Mana to'yimizga qatnashib turgan mehmonlarimizning azizlar barchasining qalbi to'la mehr, istaklari va tilaklari bir dunyo. Shunday ekan, davramizga hurmatli mehmonlarimizdan Xudoyqul kuyovtiramizning Armiska oshnasi Qo'ytondan kelgan Eldor bor bo'lsangiz keling davramizga. Eldor Armisi hurmat bilan davramizga chorlaymiz. Keling, davramiz sizni kutmoqda. Davramizda yaxshi o'ynagan mehmonlarimiz uchun azizlar, Oyimxon momas tomonidan 2 ta ro'mol, bitta material davramizga kelib tushdi. Go'shat xolasi tomonidan bitta ro'mol, to'ygalar tomonidan 4 ta ro'mol. Hamda 3 ta yaxna ichimlik, 2 nobur hamda 2 kishi aroq davramizga kelib tushdi. Rahmat, sog' bo'lingizlar. Salomat bo'lingizlar deymiz. Armistlari bor bo'lsangizlar, hurmat bilan sizlarni davramizga chorlab qolamiz. Men sizga baxt tilayman hammadan oldin. Ish qora oq bo'lsin yurgan yo'lingiz, tuproq ushlasangiz sof oltin bo'lsin. Farzandlarga to'lsin o'nga so'lingiz. Yo'q bo'lsalar davramizga hurmatli mehmonlarimizdan Nilufar bo'lasi, oltin bo'lasi keling davramizga. Kelinoyimizning oltin bo'lasi Gulnoz dugonasi ham keling. Marhamat, davramiz sizlarni kutmoqda. Gulnoz dugonasi, hurmat bilan sizni ham davramizga chorlaymiz. Marhamat davramizga. İlkivere söz veriniz için sağ olun. Bugün ben ve onun yan yoldaşım toyunda öderiz. Onlara bir can sağlık, uzak ömür hem de ah baxt arzu ediyorum. Onların en yaman günleri hem şeyle bol geçsin. Nesip varsa onların öylerinde sallanacağın vaadi yatmasın. Onların toylarını kutlayarım. Baktı olun. Toyunuz kutlayın. Mübarek olsun yaşlı. Ve bölüm için bir küçücük soğuk adım var bizim adımızda, şunu tavşırmana ruhsat etseniz. Kıdış Nilufar Bağatlıvarım. Dostlarım adından küçücük soğuk adımız var ve Türkiye'deki işlep veren dostlarım adından küçücük fabrikamız var. San'atkorlar so'z bo'lsin, marhamat. Bo'lajonlar, dugonajonlar tomonidan sovg'alarni topshiramiz. Oltin uzuklar, do'stlar tomonidan muborak bo'lsin. Sog' bo'lingizlar. Davramizga hurmatli mehmonlarimizdan Xudoqul kuyovtiramizning Maftuna bo'lasi hurmat bilan so'zga chorlaymiz. Keling, bor bo'lsangiz, davramiz sizni kutmoqda. Bilam Xudoyar, checham Nilufar, men sizlarning baxt to'ylaringiz bilan chin yurakdan qutlayan. Xurramovlarning otidan kichkina sovg'amiz bor, shuni topshirmoqqa ruxsat bering. San'atkorlar bir chiroyli soz bo'lsin. Chiroyli sozdan xoligilar. Qutlug' muboraklar bo'lsin.
azizlar, jon ozig'i, ish ulg'aytiruvchi sevgi er ayolning ro'zg'ordagi birligidir. U saratoni oyazda, bori yo'qlikda, mehnat va mashaqqatda, sog'u bemorlikda, o'zaro kechirish va chidashda toplangan imtihonlardan o'tgan muhabbatdir. U bir-biriga qabirg'aday kirishib, jibislashib, ajralishsa o'lim bilan teng bo'lgan ish shudir. Kechish mumkin go'zal bahordan. Undan ketsang joning o'lmaydi. Atirguldan kechish mumkin-u, nega yordan kechib bo'lmaydi? Yulduzlarga tutuning sirdosh, quyosh chiqsa yulduz kulmaydi. Hammasidan kechish mumkin-u, ammo yordan kechib bo'lmaydi. Endi bo'lsa davramizda o'ynagan mehmonlarimizga to'yimizdan prizlarimiz bor. Ayting. Xolmo'min akasi tomonidan Kiyotramizning bitta qo'y davramizga kelib tushdi. Kiyotramizning